man bu içimden neselerden içenim yok. İçken mesela vaktiga bir kamtım içkenman lekin ara bunaqa açık neselerni yeganim yok. Ana şu kasal bilaydim masalan doktorlarni aytgan nimalarim bilan qilib Xudoga shukr yaxshi hech qanday og'ir nima bo'lganim yo'q. Yana bir avalasi Xudoni o'zi umr bergan ekan, sog'lik bergan ekan. Ana shu oyoqqa yuribmiz. Ana 13-yil ana Xudo taqdir qilgan ekan, umraga borib ziyorat qilib desangiz, Makkani ana Payg'ambarimiz alayhissalomni qabrlarida ana davlatimizni, vatanimizni, xalqimizni duo qilib, o'zini qaytib kelib ana hozir yana yurimiz. Yana qishlog'imizga tinchlik, osoyishtalik tilab duo qilib, xalqimizni duo qilib, prezidentimizni duo qilib, sog'lik, salomatlik bersin, yurtimiz tinch bersin.